Sani bolangni onasi, bu ham kimnidir qizi, singlisi, bu senga pitomits emas-ku, subhanalloh borib aylantirib ozgina romantika qilgan. Siz ochiqcha Alloh taolo bu ishni qilsa jannatga kirmaydi degan gapni siz oddiy hol normal deb olib chiqyapsiz. Oilangizda tajriba qilib, tajribangizda ommaga olib beryapsiz. Va ilhomlantirmoqchi. ham sog'lom rashk bor, zaharli rashk bor. Hozir tushuntirib qara. Har doim qayerga ketayotganingni. O'quvchilarim rashk qilmayman-ku, katta yigit bola. Ha, to'g'ri. Nimadan rashk qiladi? Bu foydasini o'ylab. Foydasini o'ylab. Kitob o'qima degan odam eshitganmisiz xotiniga? Kitob o'qima degan odammi? Kitob o'qima, kitob o'qisang aqlli bo'lib ketasan, mendan kuchli. Erkak odam o'zining gapida turish kerak-da. Ha. Va erkak odam o'zi gapirayotgan gapini avvalambor research qilib, o'rganib kelish kerak. Bu narsa qanchalik to'g'ri, noto'g'ri. Ayolim mendan yaxshisini topib ketib qolmasin yoki mendan aqlliroq bo'lib ketsa, pul topishni boshlaydimi? Endi men o'ylayman, bunaqa fikrlar g'arbdan kiryapti-da bizga. Mana shu blogerlar orqali g'arbdan kiryapti bunaqa rashqi tushunchalari, mana shunaqa tushunchasi, ya'ni dinni olgan odam hech qachon bunaqa gapirmaydi-da. Endi kamera. Ko'rmayapman. Ko'rmayapsiz. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, birodarlar. Barakallohu fikum. Bugun inshaalloh Jamol birodar bilan kichkinagina qisqa qilishga harakat qilamiz. Reaksiya video. Nimaga reaksiya qilyapmiz? Chunki ommaga aytilgan gapga ba'zi e'tiroz qo'shilmaydigan joylarimiz bo'lgani uchun o'shanga ommaga aytilgan gapga ommaviy reaksiya qilamiz. Qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli xulqni saqlagan holda va o'zimizga ham eslatma qilgan holda barakallohu fikum shu fikrlarimizni ulashsak to'g'ri bo'ladi deb o'yladik. Undan oldin aytib qo'ymoqchi edik, bu video rashk haqida. Isom TV brendini yuritadigan endi aka deymiz, to'g'rimi? Bizdan kattalar Alloh alam. Birodar shu haqida gapirgan ekanlar, rashq. O'zi ular vallohu alam shu rashq masalasida juda ko'p kritikaga duch keladilar va rightly so degan gap bor ingliz tilida va bu asoslangan kritika vallohu alam bilishimcha. Bu odam ochiqchasiga o'z fikrlarini hammaga mana shu narsani men yetkazib qo'yish, shu narsani to'g'ri deb hisoblayman deb o'ylaganlar uchun shu narsani aytyaptilar. Va men ularga bir necha marta yo'naltirilgan videolar qilganman. Oxir oqibat meni bloklaganlar Instagramda. Subhanalloh. Endi men ularga ya'ni yetib borishni ma'lum yopib qo'yganlar. Ya'ni nima demoqchiman bu gap bilan? Ochiqchasiga qilinayotgan targ'ibga ochiqchasiga javob beriladi, ya'ni. Va shunaqa xavfli hozir deb o'ylayotgan narsalar tarqalayotgani uchun bizni vazifamiz deb bildikki, mana shu narsaga reaksiya qilib, fikr bildirib, bizga ham xuddi shunaqa qarshi fikr bildirish ommaviy tarzda. Albatta chiroyli xulq bilan gapirishga harakat qilamiz inshaalloh. Hech qanaqa mashhurlikni boshqani xohlash yo'q, unaqa maqsadlar yo'q, albatta. Alloh asrasin. Alloh alam Imom Ahmadmi aytgan ekanlar, mashhurlikni xohlagan odam taqvo bilan kelmabdi degan. Ya'ni mashhurlikni xohlashdan Alloh asrasin. Mashhurlikni xohlashdan Alloh asrasin. Qaniydi mana shunaqa videolar bo'lmasa-da, biz mana shunga fikr bildirishga majbur bo'lmasak. Lekin qadralloh birodar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aytganlariga qo'shilaman albatta. Ko'ramizmi bo'lsa? Bu gaplarimni hamma erkaklar eshitishini xohlayman. Yaxshilab oxirgacha eshiting. Shunda shu joyini o'zida bu gaplarni hamma erkaklar eshitishni xohlayman deganlarning o'zi men mana shu fikrni sizlarga targ'ib qilmoqchiman degan g'oya orqasida yotadi. Unaqa emasmi? Masalan, men sizlarga birodarlar o'zingizlar ustingizda ishlanglar, ingliz tilini o'rganinglar, dinlarni o'rganinglar degan gapim hammaga yetib borishni xohlayman degan, mana shu fikrlarni targ'ib qilish xohlayman degan. Men hamma erkaklar mana shu gapni eshitishni xohlayman degani, meni fikrim to'g'ri deb hisoblayman va sizlar ham mana shu narsani qabul qilishingiz kerak deb o'ylayman degani vallohu alam. Targ'ib, ya'ni ochiqchasiga targ'ib. Targ'ib qilyapti. Ha, targ'ib degani propaganda har doim yomon bo'ladimi, uni sizlar ham propaganda yo'q. Yaxshi narsani propaganda qiling, yaxshi narsani targ'ib qiling. Gap so'z bo'lishi mumkin, qo'shilamiz, orqasiga turib beramiz. O'zlarining fikrlarini aytayaptilar deb olsak ham, mayli o'zlarining fikrlarini aytayaptilar, lekin fikr hamma odamning fikri ham to'g'ri deb qaravermaymiz-da. Masalan, men bitta gapni aytsam, meni gapim to'g'ri deb da'vo qilishim uchun men bir narsaga asoslangan bo'lishim kerak. O'zi bu haqida oyat ham kelgan, fasaru ahla zikrin kuntum la ta'lamun. O'zlari aytganlarda erkaklarga deyaptilar va men ham erkakman deyaptilar-ku. Erkak odam o'zining gapida turish kerak-da. Va erkak odam o'zi gapirayotgan gapini avvalambor research qilib, o'rganib kelish kerak. Bu narsa qanchalik to'g'ri, noto'g'ri gapdan men chiqib, masalan, men da'vom, men fikrim shu deb chiqsam, gap shunda-da. To'g'ri, noto'g'rini research qilish kerak. Ular qayerdan research qiladilar?
to'g'ri noto'g'rini ularga nima ajratib O'sha beradi ajratib degan beradi. eng muhim savol shu yerda o'zi. Agar mana shu narsa hozir joyida bo'lganda biz hech qanaqa podkast qilayotgan bo'lmasdik hech alloh. bo'lmaganda shu narsani biladi degan odamdan so'rash kerak. Tushundaman, rashksizmanmi yoki yo'q, o'zingiz xulosa qilib olasiz. Xo'p, rashk bu yomon emas. Aslida bu yaxshi tuyg'u. Uni erkak ham, ayol ham birdek his qilish kerak. Chunki sog'lom rashk bu sevgi belgisi. Unda oila mustahkam bo'ladi va er-xotin birdek rivojlanadi. Sog'lom rashq misol uchun Alloh alam sevgi belgisi deganga sal qo'shilmayman. Chunki to'g'risini aytsam, shunaqa deb o'ylaymanki, oila faqatgina sevgi ustiga qurilmaydi. Misol uchun oila a'zosi shu er xotin bir-birini vaqt o'tib sevmay qolishi ham mumkin-da, to'g'risi. Lekin agar hamma vazifalarni bajarayotgan bo'lsa, hurmatini joyiga qo'yib, hammasini vojiblarini bajarib, hammasini qilayotgan bo'lsa, yashayveradi. Misol uchun nechta oilalar bor, bir-birini yaxshi ko'rmaydi, lekin hurmat qilib yashaydi, mehr qilib yashaydi, boshqa qiladi. Lekin sevgi bo'lmaydi, rashq bo'lmay qoladimi? Yo'q. Rashq bu iymon belgisi deb bilaman, to'g'risi. Erkak kishida rashq iymon bo'lsa, rashq qiladi. Nima olib qarasa-da o'zi. Buni tagida, bu anaqani tagida faqatgina sevgi, ishq, oilani anaqasi degan narsa noto'g'ri deb bilaman, to'g'risi. Ya'ni rashq orqasidagi turgan narsa Alloh alam. Rashk o'zi nima degan narsada? Rashk deb aytyaptilar va bu tushuncha noto'g'ri tushunchada bo'lib turibdilar. Rashk deganda noto'g'ri tushunchalarda bu kishi. Rashk o'zi nima? Rashk deganda bizani haqqimizga kimdir sherik bo'lsa, o'shanga g'ashimiz kelishiga aytamiz. Misol uchun ayolimiz, misol o'rib aytadigan bo'lsak, mo'min odam nimadan rashk qiladi? Ayolini rashk qiladi. Ayolini ko'rishlik mo'min odamning haqqi. Ayolini husn jamolini ko'rishi faqat o'zini haqqi, bu boshqa odamning haqqi emas. Boshqa odam haqqi yo'q narsani ko'rishiga, o'zining ham haqqi yo'q. Kimdir o'sha narsani qilsa, sizni haqqingizga sherik bo'lib qolsa, sizni g'ashingiz kelishiga rashk deyiladi. Bu hech qanaqa sog'lom bo'lmagan rashk emas, bu sevgiga qarshi degan hammasi u noto'g'ri gaplar. Rashk degan mana shuni aytaman. Shuning uchun ham o'zi hadisda kelgan-ku. Mo'min odam rashk qiladi, Alloh ham rashk qiladi. Allohning rashki bor. Qanaqasiga bo'ladi siz? Alloh mo'min odam gunohga kirishidan rashk qiladi. Chunki gunohga kirmaslik Allohning haqqi edi. Go'yoki Alloh taolo o'sha mo'min odamning gunohga kirganini ko'rganda g'ashi keladi va jahli chiqadi bu narsadan. Rashk qiladi. Qarab qo'ysa ham rashk kelishingiz mumkin. Chunki ayol kishiga shirin so'z bilan, chiroyli bilan qarash faqat o'zingizda haqqingiz bu. Boshqa odamning haqqi yo'q. Ammo har narsani chegarasi bo'lganda, rashkka ham me'yori bor. Xuddi doridek. Rashkda haqiqatdan me'yori bor. Chunki hadisda kelgan, Muslimda kelgan hadisda kelgan, biror bir kishi ayolini kovlab, nima deydi, ayb izlab, ayolidan boshqa qilib Muslimda kelgan sahih hadis. Tirnoqdan kir qidirib, kavlashtirurmasmi? Rashkda haqiqatdan me'yori bor. Lekin men aytganimdek, bu me'yorda qaniydir juda past olinyapti-da. Yo'q, o'shanda gap, me'yor kim belgilab beradi? Kim bizga belgilab beryapti? Mezoni qayoqda? Mashinasida bizni qattiqamiz, bular qattiq olyaptilar. Mashinasida qaysi biri to'g'ri? Eng hamma narsa bor, baribir shunga narsa taqiladi. Aynan eng asosiy mavzu bu yerda hozir boya aytganimizdek, bular o'zlarining da'vosini qilib chiqyaptilar. Misol uchun kimgadir ko'rinishi mumkin, meni ham gapim hozir o'zimning gapim, o'zim da'voyim bo'lib qolgandek bo'lishi mumkin. Bizlarni hammamizni jamlab turadigan bitta nuqta kerak. Bu nuqta aynan bu mavzuda boya aytganimizdek, ahli zikrdan so'rash kerak-ku. Bu mavzudagi kim ahli zikr? Dinni tushungan odam. Hammamiz musulmonmiz deb qo'yganmiz chunki. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo iymon beribdi bizga. Allohga shukr, musulmonmiz. Musulmonlar har bitta bunaqa masalalarda diniga murojaat qiladi. Ya'ni endi men o'ylayman, bunaqa fikrlar g'arbdan kiryapti deb bizga. Mana shu blogerlar orqali g'arbdan kiryapti bunaqa rashqi tushunchalari, mana shunaqa tushunchasi, ya'ni dinni olgan odam hech qachon bunaqa gapirmaydi-da. Ya'ni biz musulmonmiz-ku. Mana shu eng katta muammo o'zi. Uchinchi sentrda o'quv markazlarida ishlayotgan ingliz ustozlar o'quvchilarga g'arb madaniyatini o'rgatardi, til o'rgatayotganda-da. Shu narsalar juda xato narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, shunaqa o'tish davridamizki, xalq musulmon hali alhamdulillah, lekin ba'zi blogerlar shu g'arbdan juda qattiq ta'sirlanadi, g'arb madaniyatini bizga xuddi mana bular hamma erkaklar eshitishni xohlayman deganlardek targ'ib qiladi. O'tkazadi bizga shu narsani, propaganda qiladi. Va hozir lekin bular hech qachon yetishmaydi. Bu g'arbdan olma bu narsalarni, g'arbdagi oilalarni ko'rib, blogerlarni ko'rib, mana shu narsani bizda ham bo'lsin, qaniydi bo'lsa zo'r bo'lardi deb o'ylaganim uchun sizlarga mana shuni ko'rsatyapman deb hech qachon yetishmaydi, chunki auditoriyani yo'qotishadi. Auditoriyaning aksar qismi musulmonlar-ku hali. O'shaning uchun aytmoqchimanki, shunaqa o'tish davridamiz. Ozgina vaqt o'tadi, xalq ham o'sha tayyor bo'ladi. Men o'sha ateistik g'oyaga tarafdorman deydi blogerlar. Shunaqa hozir vallohu alam aksar demay qo'ya qolib, noto'g'ri aytgan bo'laman. Ko'p blogerlar, mashhurlari
ichida ateistik g'oya borligini o'zi ham biladi va shu narsani targ'ib qiladi, lekin aytmaydi. Musulmonlarga bu zid narsa, musulmon auditoriyaga to'g'ri kelmaydigan narsani aytayapman. O'shaning uchun ko'rmanglar, sizlarga noto'g'ri bu narsa. Eshitmanglar meni, iltimos. Men ateistga gapiryapman yoki musulmon bo'lmagan odamlar uchun gapiryapman bu narsani. Ularga to'g'ri keladi, sizlarning diningizga to'g'ri kelmaydi deb aytmaydi, chunki auditoriyasini yo'qotadi. Tushunasizlarmi? O'zi musulmonman degan bo'lsa, o'sha blogerlar, ana ularga biz ham aytishimiz kerak, eslatishimiz, sen noto'g'ri narsa targ'ib qilyapsan va ularni auditoriyasiga ham aytishimiz kerak. Tushunasizlarmi? O'shaning uchun biz o'tish davridamizmi? Ular aytishga hali qo'rqadi, hali. Ozgina vaqtdan keyin o'sha xalq ham tayyor bo'ladi mana shu narsani hazm qilishga. Musulmonlarga to'g'ri kelmaysa, maqt to'g'ri kelmasa, eshitib turamiz, qabul qilaveramiz, to'ppa-to'g'ri aytyapti deb qabul qilaveradi o'sha. Ozginadan keyin bizani farzandlarimiz tayyor shunaqa avlod bo'ladi deb o'ylayman, Alloh alam. Xuddi botga o'xshabdi. Shunaqa. Alloh asrasin. Me'yorida foydali, ortiqchasi zahar. Xo'p, sog'lom rashkda nimalar bo'ladi? Erkak doim ayolini qachon, qayerda, kim bilan bo'lishini bilib turadi va bu juda ham zo'r, chunki buni ayolning xavfsizligi uchun qiladi. Bu oiladagi erkakning mas'uliyati va e'tiborini ko'rsatadi. Bunda ayol o'zini himoyalangan va qadrlangan his qiladi. Bu nazorat emas, bu mas'uliyat. Bu shubha emas, bu ishonch ustidagi g'amxo'rlik. 80% qo'shilaman gaplariga. Qachon, qayerda, nima qilayotganini bilib turadi deyaptilar-ku, masalan. Nimaga unaqa? Chunki masalan bitta erkakni ko'chada kimdir kelib, subhanalloh, buni xotini qani, nimaga himoya qilmadi deb kim aytadi, to'g'rimi? Hech kim unaqa demaydi-da, to'g'risi. Nimaga xotini qaramayapti bu erkagiga? Nimaga himoya qilmayapti? Erkaklarimizni tashlab qo'ymaylik, qaraylik, xotinlar deb kim unaqa gapirilmaydi. Chunki mas'uliyat, erkakni himoya qilish mas'uliyati ayolda emas. Ayol kishini agar Alloh asrasin o'marib ketishsa, ko'chada urib nimadir qilib ketishsa, nimaga buni eri qaramayapti? Akasi yo'qmikan? Otasi qani buni deb avtomatik mana shu xayolga keladi, to'g'rimi? Va to'ppa-to'g'ri. Bu nimadan dalolatki, mas'uliyat erkaklarda ekan. Mas'uliyat kimda bo'lsa, boshqaruv ham o'sha odamda bo'lishi kerak. Bu oddiy logika-da. Oddiy logika. Misol uchun siz CEO-sizda, qanaqadir kompaniyaning CEO-siz, xo'jayinsiz, boshqaruvchisiz va hamma narsaga siz javob berasiz. Kompaniya bankrot bo'lib ketsa, siz javob berasiz, lekin hech narsa boshqarishga sizga yo'l qo'yishmaydi. Qanaqa logika bu, to'g'rimi? Lekin shunaqa panitkadek bo'lgan odam aytishi mumkin-ku, nima mas'uliyat faqat erkakda bo'ladi. Mas'uliyat ayolda ham bo'lsin, 50-50 bo'lsin desa nima deysiz? Endi mas'uliyat 50-50 bo'lish uchun ikkalasi teng bo'lishi kerak. ikkalasi teng mayli, teng deb da'vo qilaylik desa, shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, nimaga urg'un olib kelyapman? To'g'ri gap gapirdi hozir. Lekin bu to'g'ri gapga erishgan asosi noto'g'ri. Ya'ni mas'uliyat kimda bo'lishi kerak? Ayolda mas'uliyat bormi degan narsalarni belgilab beradigan mezon nima bizda? Shariat-ku, to'g'rimi? Dinimiz-ku, bizning qadriyatimiz-ku. O'zimizning aqlimiz emas-ku. Biz aqlimiz bilan narsa erishmaymiz-ku. Bizga kim belgilab berish kerak bunaqa narsalar? Bizani yaratgan Xudo, Robbimiz belgilab berish kerak, to'g'rimi? Bu narsalar biz Robbimizni yo'li, o'sha shariatiga bo'ysunishimiz kerak. Bo'lmasa umuman men musulmon emasman deb qutulishimiz kerak-da. Yo musulmonman deb shu narsani tan olish kerak, yo musulmon emasman deyish kerak. To'g'ri gap gapir, xuddi haligi sadaqaga va kadu deyilganda, to'g'ri gap gapiryapti, lekin asos noto'g'ri asosdan kelib chiqqan holatda aytyapti. Bu anaqadan oyatdan kelib chiqib aytilmayapti-ku, kelib chiqib aytilmayapti. Bunaqa deb aytilmayapti-da. Yo'q, o'zlari mantiqiy kelib chiqqan holatda shunaqa deb aytaman. Fitratdan kelib chiqib qolganda, fitrat, sog'lom fitratdan baribir shu narsani ko'rsatyapti-da. Xuddi shunaqa. Ya'ni hozir men mana shu masalalarda to'g'risini aytsam, juda ko'p debat ko'rganman, ko'raman, hali ham ketadi-da bunaqa debatlar. Hozir shunaqagacha keldiki, subhanalloh, yaqinda bitta podkastda eshitganman-da. Erkaklar ayol bo'lib olib, ayollarni sportda ishtirok etib, hamma rekordni urib tashyapti-da, masalan. Bu nima g'oyadan kelib chiqyaptiki, erkaklar bilan ayollar teng. Yo'q, ayollar bilan erkaklar teng emas. Ba'zi narsalarda ayollar ustun, ba'zi narsalarda erkaklar ustun. Erkaklar hech qachon bola tug'a olmaydi, masalan. Ayollarga bu narsa tenglasha olmaydi. Nolmiz bizda, misol uchun mana narsada. Ayollar fizически anaqada, ya'ni jismoniy nimada erkaklarga umumiy olib qaraganda pastroq turadi, ya'ni. O'shaning uchun ham, ya'ni qaytaraman, jismoniy masalada ayollarimizni himoya qilishimiz kerak, boshqalardan ularning himoyachisi bo'lishimiz kerak. Ba'zi narsalarda xuddi aytganimda ayollar ustunroq turadi, ba'zi narsalarda erkaklar ustunroq turadi. Biz teng emasmiz-da, ya'ni. Buni hamma tushunish kerak. Logika bu oddiy. O'shandan kelib chiqib yaqinda podkast aytayotdi-da, ayollar bilan erkaklar teng bo'ladigan bo'lsa, nimaga unda kerakli paralimpiyani olib tashlay qolaylik deyapti-da. Ya'ni invalid bo'lib Alloh subhanahu va taolo sinagan odamlarni sog' odamlar bilan birga bir musobaqa qilib qolaylik deyapti-da. Shungacha bor. Ya'ni bu narsa absurd narsalarga olib ketib qoladi. Bunaqa fikrlash, ya'ni. Yo'q, alhamdulillah bular unaqa deb o'ylamas ekanlar. Ya'ni to'g'ri fikrga borganlar, lekin boshqa asosdan kelib chiqyapti-da. Lekin to'ppa-to'g'ri erkaklar mas'ul, himoya qilish kerak, g'amxo'rlik qilish kerak va o'shaning uchun boshqaruvlarda bo'lish kerak.
Boshqaruv ularda bo'lishi kerak. Mas'ul odam boshqaruvda bo'lishi kerak. Mas'ul bo'lmagan odam boshqaruv qo'yib qo'yib, mas'ul bo'lgan odamni pastga tushirib qo'ysangiz, bu hech qanaqa logikaga to'g'ri kelmaydi-da. O'zi o'ylab qarasa-da, mas'ul odammi, значит, u boshqaruv qilish kerak. Chunki agar boshqaruvda xato bo'lsa, o'zi mas'uliyatni oladi. Boshqaruv to'g'ri bo'lsa, mas'uliyatni yutganiga ham mas'uliyatni o'zi oladi. Oddiy logika, vallohu alam. Rashkka, kasallikka aylantirib yuborishadi. Instagram, Telegram umuman ishlatmaysan. Kecha soat 1da nima onlayn eding? Kimdan yozishyapsan? Hech qayerga bormaysan, uyda o'tir, bolalarga qara. Mana shu va shu ko'rinishdagi gaplar bu rashk emas, bu psixologik zo'ravonlik. Orada tiqib ketyaptilar-ku, mana bunaqa qiladi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi deb. Debat madaniyatida, ya'ni bahs madaniyatida bitta narsa borda, false dichotomy degan narsa bor. False dichotomy degani yoki bunaqa bo'ladi, yoki bunaqa bo'ladi degan narsa bor-da. Yolg'on, ya'ni noto'g'ri narsa bu. Ha, hozir bu yerda false dichotomy bo'lyapti. Ya'ni qarang, sog'lom rashqqa aytolmasa-da, keyin bular aytyaptilar, nosog'lom rashq deyaptilar-da, nosog'lom rashqqa hamma narsani tiqtashyaptilar-da. Ya'ni ular fikrlaricha shunaqa. Lekin boshqacha odamlar ham bor-ku. Hamma misol uchun anaqa to'g'ri rashq qilayotgan, ya'ni bularning fikrlaricha noto'g'ri rashq, lekin o'zi to'g'ri rashqda ham bunaqa qilmaydigan odamlar bor-da. Misol uchun, nimaga 12 da onlayn eding? Nimaga unaqa? Bu to'ppa-to'g'ri, noto'g'ri. Unaqa emas. Lekin Instagram ishlatma deb aytish nimasi yomon misol uchun. Men aytaman, Instagram ishlattirmayman misol uchun-da. Men ham o'zim ham maksimal Instagramni o'zimga ham cheklayman. Adminlarim qo'yib qo'yganman, adminlarim javob berishadi, post qo'yishga ham boshqa odam unaqa qilishga harakat qilyapman va hokazo. O'zimni ham cheklayman Instagramda, faqatgina meni faoliyatim nimam bog'liq bo'lgani uchungina majbur bo'lib qolganman kirishga va postlarni qo'yib turishga. Atak alhamdulillah Instagramni cheklashga sekin-sekin erishyapmiz, boshqa odamlarni qo'yib, adminlarni qo'yib, mana shunday yuklashga. Lekin agar ishi bog'liq bo'lmasa Instagramga, karyerasi bog'liq bo'lmasa, nima qiladi kirib? O'zi nafaqat ayollarni, yosh nimalarni ham. To'ppa-to'g'ri. Erkaklar ham. Hozir yaqinda kurs qilyapmiz-ku. Shogirdlarga ham shu narsani qo'yapmiz-ki, o'zi sizdan o'rgandim narsani. O'sha Instagramga kirmasdan har kuni skrinshot qilib tashlaydi. Kursimdagi o'quvchilarimga, talabalarga ham shunaqa qilyapmiz. qo'yib qo'yganman, har kuni skrinshot qiladi, Instagram qancha kiryapti, nima qilyapti, boshqarib turamiz. Chunki biz ideal kurs qilib berishimiz mumkin. Zo'r, chotki, hamma sifatli zo'r kurs qilib bersa ham, lekin men bitta Instagramda o'tirgan bo'lsa, arzon dofaminni olib, bekorchidan dofamin olib, bizning kursimizdan katta foyda ola olmaydi. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz false dichotomy, ya'ni yoki bunaqa yoki bunaqa o'rtada bo'lishi mumkin emas degan narsaga tushib qolganlar-da. Ko'rinishda haq gapni olib chiqilyapti-da, lekin nima o'sha haq gapni aytib, botil nazarda tutilyapti-da. Kecha soat 1da nima onlayn eding? Nima onlayn eding? Bu kim aytadi? Kim aytadi? Kechasi onlaynda. To'g'risida kim bilan gap yozishyapsan? U dugonasi bilan yozsa, qarindosh opasi, onasi bilan yozishayotgandir. To'g'risi, subhanalloh. Mana bu to'ppa-to'g'ri ishonmaslik. Rostdan ham toksichniy, bu rashq emas, bu paranoya bu. Unaqa-da, to'g'ri. Unaqa noto'g'ri narsa bu. Kimdan yozishyapsan? Hech qayerga bormaysan, uyda o'tir. Hamma rashq qiladigan odamlar ham bunaqa gap gapirmaydi. To'g'risida, men aytaman false dichotomy. Bu yo'q, mana bunaqa yoki mana bunaqa bo'ladi aytilyapti-da. Yo'q. Rashq, misol uchun hech qayerga bormaysan, uyda o'tir. Odam-ku, ayol kishi, subhanalloh. Vazifam bilish kerak, Alloh alam, ayolni buni aylantirib kelishga, ozgina ko'chaga olib chiqib, ko'rsatib, men o'zim aytaman, to'g'risi. Bu dugoning bilan uchrashib, unaqa qilib, olib borib qo'y, o'sha yerda unaqa ozgina havo almashtirib kelgin, boshqa deb. Rashq qiladigan odamlarni mana bular, misol uchun bularga ko'pincha unaqa qilishadi-da, nima deydi, rashq masalasida kritika qilishadi-ku, o'sha odamlar mana shunaqa gapiradi degan fikrga taqalyapti-da, hozir tushunasizmi? Unaqa emaski, bu g'alati odamlar, misol uchun bunaqa 12 da kim bilan gaplashding deb. Bunaqa odamlar kamdan kam uchrasa kerak, vallahi, endi uchrasa ham paranoya-da bu, to'g'risi, rashq anaqasiga kirmaydi. Bolalarga qara. Mana shu va shu ko'rinishdagi gaplar bu rashq emas, bu psixologik zo'ravonlik. Bu o'z ichki komplekslarini ayoliga tushirish. Ko'pincha bunaqa rashqli erkaklarning ko'ziga ko'chadagi har bitta ayol obyekt bo'lib ko'rinadi. O'zi ko'chada qing'ir yo'l bilan yuradi va ayolni ham o'ziga o'xshatadi va o'zini ichki iflos fikrlariga ayolni ham qamab bo'g'ib qo'yadi. Ko'chada sal yo'q, bunaqa qilish noto'g'ri albatta. Ko'chada boshqa ayollarga qarash, o'zini psixologik qanaqadir yetishmovchilar deb ayolni qiynash va hokazo, bu to'ppa-to'g'ri noto'g'ri. Rashq haqida ketmayapti-da bu yerda gap hozir. Ko'chada sal et-beti ochiq qizni ko'rganda uchtalarni chaladi. Qo'pol qilib aytganda, ko'rib qolganda miya. Yosh bolalar unaqa qilsa kerak. Alloh alam, qiyin odam hozir hech ko'rmadim. Uylangan odam unaqa qilmasa kerak, to'g'rimi? Uylanib, oila qurib, o'zini hurmat qiladigan. Kim bo'lar rashq qilyapman deyotgan odam bo'rttirish ketyapti, Alloh.
ko'rib qolganda miyasi shimpanzenikidan farq qilmay qoladi. O'zini nafsini kontrol qilish o'rniga, yo, hamma mas'uliyatni ayollarning yelkasiga tushirib qo'yadi. Rashqi niqob qilib kiyib oladi-da, lekin aslida faqat ayolini sindirish uchun yashaydi. Ayolni sindirish uchun yashash endi ya'ni ko'pirtirib aytyaptilar, Alloh alam. O'zini xo'jayin deb ataydi, lekin asl xo'jayin. Bu gapni eshitib turgan odam sifatida misol uchun shunaqa noto'g'ri narsa shakllanib qolishi mumkinki, hamma rashk qilgan odam shunaqa qiladi. O'shani aytaman-da, false dichotomy. Bu odamni anaqa rashqqa kim chaqiradi? Musulmonlar chaqiradi-da. Men o'shaning uchun sal ichimda g'ashim kelyaptiki, ya'ni musulmon bo'lgan odamlar mana shunaqa degan tushunchaga olib borib qo'yyapti-da. Yo'q, normal odam bunaqa qilmaydi, to'g'risi-da. False dichotomy. Yoki mendagi rashq qilasan yoki men bunaqasan. Agar bunaqa rashq qiladigan misol uchun aytamiz, ya'ni uyda qamab qo'yib, вообще chiqarmaydigan, ozgina aylantirib kelib boshqa qilib, romantika qilib, ya'ni bilmayman, yoki nimaga 12da kiryapsan, unaqaga mana shunaqa deydigan odam birga kritika qilamiz, birga tanqid qilamiz. Ayol odam-ku bu. Subhanalloh, sani bolangning onasi, bu ham kimnidir qizi, singlisi, bu senga yani pitomits emas-ku, subhanalloh, borib aylantirib kelib, ozgina romantika qilgan, birga bu joyga boringlar, aylaning. Bunaqa tanqid qilinadi. Lekin bu odamga rashqqa chaqiradigan musulmonlar, hop musulmonlar mana shunaqa ekan, mana shunaqa rashq qiladi musulmonlar degan tushunchaga olib borib qo'yilyapti-da hozir. Bu xato bu. Fikrni aytish to'g'ri, hamma fikrini aytishga haqqi bor, lekin sal insof bilan aytish kerak-da endi. Odam o'zining fikrini aytayotgan payt hech kim bo'lganda insof bilan hamma argumentlarni tashlash kerak. Anaqa qilamizki, nima deydi, yaxshi gumon qilamiz, musulmonlar unaqa rashq qiladi degan fikrda emaslar deb gumon qilamiz. Просто shunaqa ko'rinib qolibdi-da. Shunaqa. Yo'q, gap bu kishi o'zlari xohlab aytgan bo'lishlari mumkin emas. Lekin gap shunga olib boryapti-da. Eshitgan odam shu narsani tushunadi-da buni. O'z tuyg'usini boshqara oladigan erkak emasmi? Yana ayrim erkaklar ayolni ta'lim olishiga, rivojlanib, o'z ustida ishlashiga qarshi chiqishadi. Ha, bu вообще katta xato, ya'ni ayollarni rivojlanishiga, o'qishiga qarshi chiqish eng katta o'ziga o'zi oyog'iga tayoq urish bilan bir xil bo'lsa kerak, vallohu alam, chunki farzandlarni ona eng ko'proq tarbiyalaydi. Men taniydigan juda ko'p odamlar ham kerak bo'lsa boshqa davlatlarga ko'chamiz-da, ayolimizni o'qishiga ko'proq osonlik bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Ayolimizni o'qitishimiz kerak, qizlarimizni o'qitishimiz kerak. Yo'q, bu endi to'g'ri, bu rashqdan emas, vallohu alam, dinni tushunmaslikdan ham, masalan, yoki umuman oila institutini yaxshi tushunmaslikdan odamlar mana shu ayolni o'qitishdan ham to'sadi, vallohu alam. Bu rashq emas-da, vallohu alam. Instagramga chiqarmayman, qo'ymayman bunaqa narsani, lekin nima bo'lsa ham, kimdir, men o'zim IT dan dars beraman, kursim bor. Kimdir ayol kishi masalan, men IT ni o'rganmoqchiman desa, o'rganing deyman. Bismillah. Iloji boricha sharoit qilib qo'yganmiz, ayollar bilan erkaklarni ajratib qo'yib, masalan. O'rganishga naborot biz ayollarning rivojlanish tarafdorimiz. Shunchaki degani lekin degan joyi bor. Nuqtasi bor. Erkak ayollar bilan aralash bo'lib o'qib. Mana shu sharoitlar bor, unaqa o'qimaslikka. Onlayn o'qisa bo'ladi hozir, alhamdulillah, onlayn. Bemalol sharoit qilsa bo'ladi bu narsa. Ham tarafdorimiz albatta, o'qisa ayollar. Lekin diniy mana qadriyat turishing, musulmonman dedingmi? Musulmonligimizda turishimiz kerak. Xullas ayolini o'qitmaydi, seni hammadan qizg'anaman deb uy qamog'iga tiqib qo'yadi. Bu zaharli rashq. Chunki bu holda ham ayolini o'ylab emas, o'ziga bo'lgan ishonch kamligi va o'z ustida ishlashi, rivojlanishi xohlamaganidan qiladi. Ayolim mendan yaxshisini topib ketib qolmasin yoki mendan aqlliroq bo'lib ketsa, pul topishni boshlaydimi? Xudo ko'rsatmasin, mendan ham ko'proq. Kim unaqa o'ylaydi? Ayolim aqlli bo'lib ketib qolsa, mendan ko'proq pul topishni boshlaydi. Ayolingiz misol uchun pishiriq qilib, o'zini masraflariga, o'zini dugonlariga misol uchun pishiriq sotib, ular orqasidan pul topsa yaxshi-ku. Sizga mazza-ku. O'shada kim unaqa deb o'ylaydi? Bunaqa deb o'ylaydigan odam borligini men bilmasam kerak. Bormi yo'q shunaqa? Bilmadim, vallohu alam. Endi misol ayolingiz rostdan pul topsa, boshqa qilsa, endi albatta o'ziga ishlatadi. Siz undan foyda ko'ra olmaysiz, misol uchun. Lekin endi ayolingiz hech bo'lmasa nimadir bilan band, jamiyatga qanaqadir hissa qo'shyapti, bekorchi emas. Alhamdulillah, bekorchi kontent iste'mol qilib o'tirgani yo'q. Qanaqadir hunar o'rganib, jamiyatga hissa qo'shyapti. Zo'r. Mashallah, o'shandan o'ziga pul topyapti. Topsin, ishlatsin o'ziga nimadir, olsin o'ziga masalan. Lekin majbur emas bu narsaga. Albatta. Majbur emas. Erkak sifatida biz o'sha narsani o'zimiz qilib berishga majburmiz. Erkaklar unaqada bizani oila institutimiz shunaqa-ku, meni pulim, bizani pulimiz, uni puli. Shunaqada endi topsin, unaqa qilsin, o'zini band qilsin. Biz unga yordam beramiz, misol uchun. Lekin u ham, men ham qabul qilgan shariat chegarasidan chiqmagan holda. Ya'ni mana shunaqa tasvirlayotgan odamlar
ular emas, ya'ni ular tasvirlayotgan uy qamog'i qamog'ida mandan boyib o'tirgan ketib qolsa, man tashlab ketib qolib, o'shaning uchun chiqmasin degan odamlar toksichniy odamlar bo'ladi rostdan hamda. haqiqatan. Va bu videodan shunaqa ko'rinib qolayotgan bo'lishi mumkindir. Musulmonlar shunaqa. Yo'q, normal musulmonlar unaqa emas. Shariat chegarasidan chiqmagan holda ayolini bizga ayol doktorlar kerak-ku. Man ayolimni qanaqadir doktorga olib bormoqchi bo'lsam, ayol kishi bo'lsin-da ish qilib deb olib boraman-da, lekin ayollar hech qachon hech qayerda ishlamasligi kerak deb o'zim fikrlasam, qanaqa bu ikiyuzlamachilik bo'ladi, misol uchun. Ayol stomatologlar kerak, akusherlar kerak, ayollarning doktori kerak, misol uchun. Klasik ko'p sohalarda ayol ustozlar kerak va hokazo, ya'ni. Bizni shuncha ustozlarga, shuncha professiyalarga muhtoj bo'lib turib, yo'q, ayollar hech qachon ishlamasligi kerak, uyda o'tirish kerak deb fikrlasak, ikiyuzlamachilik-da bu. Albatta. Bu noto'g'ri. Jamiyatga kerak unaqa nimalar. Keyin ba'zi hozir kuzatib turganlar, balkim bu birodar tonimagan bolalardan shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Bizning gapimiz bu akaning gap bilan bir xil chiqayotgandek ko'rinishi mumkin. Go'yoki biz bu akaning gapini tanqid qilmayotgandek, balki qo'llab-quvvatlayotgandek tuyulishi mumkin. Qo'llab-quvvatlagan joyi, qo'llab-quvvatlagan joyi bor, lekin bu aka o'zlari ya'ni ayollarni olib chiqib, o'zlari nima qilar ekanlarda, ya'ni o'sha narsaga targ'ib qilgandek gapiryaptilar-da bu gapni. O'sha narsani biz tanqid qilyapmiz. Bu akani o'zlarini tanqid qilganimiz yo'q. Prosta noto'g'ri qilgan ishlarini tanqid qilyapmiz, ya'ni. Mani bloklanishimdan oldin ko'rgan edim, ya'ni juda ko'p fahsh gaplarni ayollar haqida gapirishadi kommentariyada. Yeriga kirib ketib qolay deganman-da, to'g'risi. Yo'q, men uni ko'rmay hozir olib chiqqanlarini ko'rib o'zi g'ashim chiqib ketdi-da. Ha, qanaqa yo'q, odam? ayolingiz mamlakat ekan, ayolingizni berib turing menga. Mana shunaqa gaplardi. Men chidolmayman-da. Bu nima deydi, boshqa bitta odamni ayoli haqida mana shunaqa gapirilayotganiga-da. Mana bunaqa ekan, unaqa ekan, ayolingiz unaqa ekan. Voy subhanalloh, qanaqa qilib deysiz-da. Mana shu narsani normallashtirish nimasi ketyapti-da hozir, ya'ni. Ya'ni qaranglar, men rashk qilaman, men rashk qilmaymanmi, yo'qmi? O'zingizlar hal qilib olasizlar deb aytdilar-ku boshida. Ya'ni mana shu avtomatik men qilayotgan kontentdan normal rashqqa to'g'ri keladi degan narsa ketyapti bu yerda. Yo'q, umuman to'g'ri kelmaydi, ishoning. Ayolingizni kupalniklarda olib chiqishingiz, unaqa ochiq chiroq qilib olib chiqishingiz va hokazo, ya'ni nozlanib, qilib, faqatgina o'yin kulgilar qilib ko'payib ketgan. Bu narsa faqatgina o'sha er-xotinning o'zini private, ya'ni xos anaqasida bo'ladigan narsalarni ommaga ko'rsatib qilish normal rashq emas bu. Bu rashq yo'qligi. Shunaqa. To'g'risida. Bu aynan o'sha hadisda aytilgan dayuslikda. Maryam Sulton Murodova ham ayollarga ilm oling, o'zingiz ustida ishlang, rashkdan emas, ishonchdan oila quriladi deb hayotiy misol bo'lib berganlar. Buni brendi tarixi o'zgartirgan. Bu yoqda o'sha ayollar produktini reklamasi ketyapti. Uni qanaqa qilib erkak kishi ayollar produktini reklama qilish mumkin? hozir shunaqa zamonda yashayapmiz hozir. Men o'zim ham narsani ep ko'rmagan bo'lardim lekin. Boshqa bitta videolari Shuni ko'ra qolaylik. bu joyga tugatamiz o'sha bilan inshaalloh. Umuman rashk qilmasligi g'alati, lekin rashqi ham sog'lom rashq bor, zaharli rashq bor. Hozir tushuntiroq, qara. Har doim qayerga ketayotganingni, kimlar bilan o'tiryapsan, dugonalaring bilan o'tirishingga, borishingga men qarshi emasman, lekin har doim aytaman, menga etib qo'y, mendan ruxsatimni so'ra, men bilik qachon qayerga ketayotganingni deyman. Kerak bo'lsa o'sha joyga olib kelib qo'yaman. Bu nima uchun qilinadi? Bu birinchi o'rinda seni yaxshi ko'raman va seni xavfsizligingni o'ylashim uchun bu sen uchun qilayotgan narsa. Takshab bu rashq sog'lom rashq deb o'ylayman. Zaharli rashq bor. Unda, misol uchun, Instagram ishlatmaysan, ne kechasi 12 da onlayn. Shu Instagram ishlatmaysan deb aytish hozir nosog'lom rashq deb o'ylaysizmi? Yo, Instagram ishlatmaysan deb misol man qilishdan boshqa sabab ham bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun men o'zim haqiqatan qo'ymayman Instagram ishlatishga ayolimga, sababi uni ichidagi fahsh boshqa mayli, men ayollarning telefonida unaqasi chiqadi deb o'ylamayman men. Bu naborat erkaklarga, ya'ni erkaklarda haqiqatan telefon bolalarning yuklanib telefoniga ko'rsangiz fahsh ko'p chiqadi-da. Ayollar pishiriq ko'rishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin men qilaman, nima uchun? Chunki miyani zaharlaydi bu narsa. Vaqtini olib qo'yadi. Prosta vaqtingni o'sha narsaga bermasdan, undan ko'ra foydali narsa o'rgan. Mana yaqinda ingliz tili o'rgandim, ingliz tili kursiga yozdiryapman, ya'ni foydali narsalarni o'rgandim. Ya'ni bu jihatlarimiz Instagram ko'rmaysan degani rashq qilyapti emas. Bu uchun prosta zararli uchun. Instagram zararli platforma. O'quvchilarimizga ham xuddi shu narsa aytamiz, ularni rashq qilyapmiz degan emas. O'quvchilarim rashq qilmayman-ku, katta yigit bola. Ha, to'g'ri. Nimadan rashq qiladi? Bu foydasini o'ylab. Foydasini o'ylab narsa. Nima unaqa eding? Даже telefonni olib qo'yadigan darajada odamlar bor. Telefonni olib qo'y. Men misol uchun xotinimdan telefonni olib qo'ysam, o'zim ko'proq qiynalsam kerak.
bilmayman, gaplashib tura olmayman, misol uchun qizim qanaqa, o'zing yaxshimisan, xabar olib turishim kerak. Telefonni nimaga olib qo'yish mumkin, misol uchun? Rashk haqida ko'proq shu diniy tushunchasidan kelib chiqib g'ash kelgan, noto'g'ri bu narsa deb o'ylagan birodarlar, musulmonlar gapiradi. Ya'ni mana shu musulmonlar ularga qarshi chiqayotgani hali telefonni olib qo'yadi hammasi. Bu toksik narsa deb aytayotgandek bo'lib qolyaptilar-da. Yo'q. Men olib qo'ymayman. Misol uchun. Sizdan olib qo'ymasangiz kerak, Alloh alam. Telefoni bor. Men aytaman, o'zim ko'proq qiynalaman. Men ayolim mendan telefonni olib qo'yadi. Yangi telefon sotib olsam mendan oladi. Va bu sog'lom rashk emas, bu zaharli rashk. Nimaga? Chunki bu yoqda senga yaxshi bo'lsin deb qilinmayapti. O'ziga bo'lgan ishonchi kam bo'lganligi uchun ayoli boshqa chetga yurib ketishiga bo'lgan ishonchsizligi, ayoliga ishonmagani uchun. Bular aytmoqchilar, olib qo'ymaslik kerak telefonni. Hop, kim olib qo'yyapti? Hozir nimadan kelib chiqib olib qo'yyapti? Dindan emaski, vallohi dinda xotining telefonni olib qo'ygan erkak degan joy yo'q-ku. Shu gaplarni yana ochiq-sochiq bo'lib turgan o'zini ayolining yonida aytyapti va hammasi kameraning yonida bo'lyapti. Minglab, yuz minglab, vallohi millionlab odamlar ko'radi. Chunki va kitob o'qima, bolalarga qara, ovqat, pishir kuydirib qilib yur, mashina qilib yur, ko'chaga chiqma, o'qishga o'qimaysan. Kitob o'qima degan odam eshitganmisiz xotiniga? Kitob o'qima degan odammi? Kitob o'qima, kitob o'qisang aqlli bo'lib ketasan, mendan kuchli. Mendan ko'p pul topib olasan. Ko'p pul topib olasan. Keyin o'shanda meni tashib ketib qolasan. Deb turib olsa ham, bu yoqda mana sani rivojlanishingga qarshi chiqyapti. Nimaga? Chunki u erkakning o'zi rivojlanmagan, rivojlanish xohlamaydi va agar ayolim hozir o'qisa, mendan aqlliroq bo'lib, mendan ko'proq pul topib ketib qolsa, menga qaramay qo'yadi, boshqasi bilan ketib qoladi degan o'zini qo'rquvlarini, ya'ni sevgini rivojlanish uchun ayolimni ham olib chiqishim kerak ekanda, ya'ni men ham rivojlanib zamonaviy bo'lib chiqishim uchun men ham demak, men masalan aytishniman. Ayolimni olib chiqmay aytishni bo'ldimmi mana? Bu siz bo'larkan. Mana ingliz tili ustozlar ayolni olib chiqmay odam o'zi rivojlansa bo'ladi-ku. Demak, rivojlanishni xohlagan odam hamma narsaga bag'ri ochiq bo'lishi kerak. Hamma narsani qabul qilish kerak degani emas-ku. Bu rivojlanish emas-da bu. Rivojlanish emas-da. Rivojlanish boshqa, dayuslik boshqa masalada. Rashk qilishlik umuman boshqa masalada. O'zi dayus deganda bitta shayx zo'r aytganda, dayus deganda faqatgina ayolini boshqalardan qizg'anadigan odam emas, qizg'anmaydigan to'g'riroq odam emas. Dayus o'z ahli ayolini gunoh qilishiga prosta qarab turadigan odam. O'zi deb turadigan odam. Hadisda kelgan juda chiroyli ta'rif bor. Uchta odam abadan jannatga kirmaydi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hasan degan hadis, sihhat ismida emas, chiqib shunaqa hadis bor. Bittasi mudminul xamr, ya'ni aroqqa mukkasidan ketgan odam, bittasi o'zini erkaklarga o'xshatayotgan ayol va bittasi dayus deganlar. Shunda sahobalar so'rar ekan, biza nimani tushundik, ya'ni aroqqa mukkasi ketgan odam tushundik. Dayus kim degan? Shunda aytganlar, dayus o'zini ayolini oldiga kim kirayotganligini so'ramayotgan odam deganlar. Ya'ni ayolini oldiga kim kiryapti? Ruxsatsiz kimdirki masalan, shunaqa deyotgan mana dayusni mana shu ta'rifini olib qarasangda, va yana bir kishi chiqib olgan, bu o'zini musulmon deb turib, ayolni ochiqcha, shu darajada ochiqchaki, men qaragan yo'layapman. Men qarasam, mana shu videoga qarasam, kallam boshim aynalib ketdi. To'g'risi nima deyotganlarini esimdan chiqib ketdi. Qanaqa qilib olib chiqish mumkin? Qanaqa qilib shu ta'rifga qanday tushmaydi deb o'ylaysiz? Va bu gap noto'g'ri deb o'ylaysizmi? Rasululloh aytgan gaplar. Yo Rasulullohning payg'ambarliklarida shubhangiz bormi siz? Niqob ostiga qo'yib, mana shunaqa psixologik zo'ravonlik qilishadi va bu o'zi zaharli rashk. Eng achinarlisi, qizlarga ko'proq shunaqa nosog'lom rashk yoqadi. Buni yaxshi ko'rish bo'lishadi, lekin bu yaxshi ko'rish emas. Shaxsiy chegaralarni umuman buzib tashlab, umuman mensimaslik. Hozir biz Instagramda video olib birga qo'yayotganlarimiz bu maqtanish uchun emas. O'zim ham boshqa oila, baxtli oilalarni ko'rib, ochishasiga o'zlari aytayaptilar. Mana bizni oilaviy videolarimizdan qo'yishdan maqsad nima? Maqtanish emas. Hop, maqtanish. Okey, maqtanish deb o'ylamadik ham. Nima maqtanish? Nima hozir maqsad bu yerda? Men boshqalarni mana hozir qarang. ilhomlanganimdaki boshqalarni ham o'zim ilhomlantirgim keladi va Ko'rganlar, g'arbdan qattandir ko'rganlar shu narsani, o'sha amerikanistlardanmi yoki yevropeylardan, kimdandir, ruslardanmi oilaviy. Vallohu alam, men 95% ishonchim komil musulmon emas o'sha oilalar. G'arbdan ta'sirlanganlar shunaqa bo'ladi. Ta'sirlangan g'arbdan olganlar o'sha narsani, o'z musulmonlarga, o'zbeklarga shuni olib kiryaptilar, ilhomlantirmoqchiman deyaptilar. Bu nima degani? Yana boshqa nima deb tushunish mumkin? Propaganda bu. Sizlarga mana shuni o'tkazmoqchiman. Sizlar ham shunaqa bo'lsanglar to'g'ri degan narsa. Xo'p, mana shunday aytayaptilar. Endi bizning vazifamiz shunga ochiqchasiga chiroyli qilib, yo'q, bu noto'g'ri. Siz musulmon bo'lsangiz, siz uchun o'zi vobshe musulmon bo'lmagan odamlar ham ko'p narsani noto'g'ri deb biladi. Men xotinimni chiqarishim kerak deb men necha marta ko'rganman. Musulmon bo'lmagan odamlar mana shunaqa deydi.
o'zi hukm hammaga musulmon emasmi hammasiga o'zi bir xil, lekin musulmon o'zi shu narsaga siz ishonasiz noto'g'riligi. Shuni eslatib qo'yish bizning vazifamiz. Yoki masalan men chiqyapmanda o'g'irlik qilib shuncha ko'p pul topsa bo'lar ekan. Mana ko'ryapsizlarmi odamlar, o'g'irladim, bankdan o'mardim, bugun millioner bo'ldim. Sizlar ham shunaqa qilinglar desam, shu Islom TV meni hozir kritika qiladilarmikan? Chiqyapti o'sha qimor reklama qilib chiqyaptilar. O'sha bilan qilmaydi-da, to'g'ri. Qimor. Meni kritika qiladimikan hozir shunaqa desam? Kritika qiladilarmi? Albatta. Noto'g'ri kallang joyidami? Nima birovlarning cho'ntagiga kiryapsan deydilar? To'g'rimi? Nima uchun? Chunki o'g'irlik gunoh-ku. Xuddi shuningdek dayuslik ham gunoh. Dayuslik katta gunohlanadi. Katta gunohlanadi. Dayuslik odam jannatga abad kirmaydi deyilyapti. Gunoh bo'lgani uchun kritika qilmaylar-da sizni. Tushunasizmi? Gunoh-ku demanglar-da. Harm principle bor-ku, ya'ni boshqalarga zarar tegmayaptimi, bosur degan gap bor-ku. Bu yerda zarar tegayotib, shuning uchun mumkin emas deb qilinadi. Bu liberalizm bunaqasi asoslaridan bittasi. Aytmoqchi bo'layotganim, to'g'ri noto'g'ri nima ajratib beryapti? O'shanda-da gap hammasi. To'g'ri noto'g'ri nima ajratib berayotganda gap. O'zim boshida hozir podkastni boshida ham aytganimda, o'zi asli bunaqa mavzular, hozir olib chiqadigan mavzular hammasi kimdan so'rash kerak? Buni ahlidan so'rash kerak. Ahli kim? O'zini musulmonligini to'g'ri tushunadigan odam. Ya'ni bu gapni olib chiqadigan odam agar erkak bo'lsa va o'zini gapida tursa, birinchi bo'lib shu gapini to'g'rimi noto'g'rimi tekshirib olish kerak-da. Avvalambor o'zini dinini yaxshi o'rganib olish kerak. Qo'pol qilib gapirganda, dinini yaxshi o'rganib olish kerak. Keyin shuni agar xolis bo'lsa shu ishni qilish kerak, xolisona olib chiqish kerak. Unaqa qiladigan bo'lsa, ya'ni o'z noto'g'riligini juda yaxshi anglab yetadi, keyin bu ishni qilmaydi. Bu ishni qilayotganligida eng past men hozir ko'z qarashim bilan aytyapman, yaxshi, ya'ni gumon qilgan holatda birodarimiz prosta bilmas ekanlar. Dinimizni yaxshi umuman tushunmaydilar. Prosta jaholat bor, ya'ni. Jaholat bo'lganligi uchun shu boshqa odamlar qilganligini ko'rib, nima uchun biz ham buni qilmaymiz deb olib chiqyaptilar, ya'ni. Biz ham qilsak nima bo'ladi? Ha, ayolimiz chiqsin, bu ham Instagramda reklama qilsin, pul topsin deb masalan olib chiqyaptilar. Prosmotr qilsin, boshqa bo'lsin deyaptilar. Bu vallahi bu birodarimizni uzoqlashib ketganda, men eng kam o'z tashxis shu. Boshqa nima qo'ya olmaysiz. Bunaqa gapirayotgan odamda boshqa tashxis qo'ya olmaysiz. Boy aytganingiz rostdan ham mana erkak bo'lsa, odam erkak bo'lsa, gapiga javob beradi. Gapiga javob berish kerak, turish kerak deyapti. Ha, musulmonman degan bo'lsa kerak, Alloh musulmonliklar albatta nima qilsa kerak, Allohdan, to'g'rimi? Assalomu alaykum deb gapiryaptilar. Vot. Musulmonman deyaptilar. Erkak musulmonman deyaptimi? Misol uchun bo'ldi. Endi bu musulmonman degan gapni orqasida nima ma'no yotishini ham bilish kerak. Men musulmonman, Allohning qoidalarini to'g'ri deb bilaman deb aytayotgan gap bilan bir xil musulmonman deyish, to'g'rimi? Allohning dinini men to'g'ri deb hisoblayman degan. Alloh dinini nima degan bo'lsa, shu to'g'ri degan gap bilan bir xil men musulmonman degan. Men iymon keltirganman degan. Erkak bo'lsa, o'sha qoidalarga rioya ish qiladi. Agar tushunmasangiz, bilmasangiz, hozir birodar aytganlardeki, mashinasini chiqarishdan oldin ozgina o'shandan o'rganib ko'rib, ha, to'g'rimi, noto'g'rimi qilayotgan ishim deb erkak shu narsani qiladi. Lekin agar endi men hozir men ham sizga o'xshab juda ham yaxshi gumon qilishga harakat qilaman, lekin sizga kimdir nimadir aytsa, mashinasi noto'g'ri, siz qabul qilgan din bo'yicha mashinasi noto'g'ri deb aytsa-da, siz uni eshitmasangiz, sen hatersan, sen negativsan san deb uni yo'q qilib yuborsangiz yoki bloklab qo'ysangiz, erkakligi to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Agar fikringiz rostdan ham siz aytasiz, hamma erkaklar eshitishni xohlayman, bu nosog'lom rash. Agar shu narsani rostdan ham o'zingiz fikringiz, pozitsiyangiz to'ppa-to'g'ri deb bilsangiz, erkaklarga o'xshab asoslab berishingiz kerak. Qayerdan kelib chiqyapti bu fikrlaringiz? Nimadan olyapsiz bu fikr? Qayerdan olyapsiz? Dindan olmayapsiz, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni dindan olinmayapti bu fikrlar. O'zingiz ham biz ham bilib turibmiz shu narsani. Chunki ochiqchasiga dinga qarshi fikrlar aytilyapti-da bu yerda. Nimadan olinyapti? Erkak odam, mashinasi musulmonman deb turgan erkak odam mashinasi keltirib berish kerak-da, dalillar bilan, misol uchun hamma isbotlar bilan keltirib beradi erkak odam. Shunchaki havodan olib, men sog'lom, men toksik deyilmaydi, to'g'risida. U bahs anaqasida bunaqa qilinmaydi. Siz o'zingiz fikringizni aytasizmi? Nimaga unaqa qatdan olyapsiz bu fikrni? Siz musulmonlarga gapirasiz. Musulmonlarga to'g'ri keladigan sourcedan, ya'ni manbadan olyapsizmi? Erkak unaqa qilmaydi, ochiqchasiga, to'g'risida. Agar bizni xato qilgan bo'lsa, iltimos aytinglar, sразу men aytib chiqib, men o'sha yerda xato qildim. Iltimos o'sha xatoni qabul qilmaylar, olmaylar mendan o'sha gapni deb aytaman. Vallohi aytaman, to'g'risi. Shu birodarimizga yaxshi talabim bor, iltimosim bor. Avvalambor o'z gapirgan gaplarni yaxshilab bir analiz qilib o'rganib chiqing. Balkim pulga qiziqib qilgandirsiz, balkim boshqa sabab bordir. Lekin xolisona yaxshi o'ylab ko'ring, siz oladigan shuni orqasidan keltiradigan manfaatingiz siz gapirgan gapingizda oldida qanchalik darajada arziydi siz gapirgan gapingizga. Chunki siz gapirgan gapingiz juda og'ir gapni gapiryapsiz. Siz
ochiqcha Alloh taolo bu ishni qilsa jannatga kirmaydi degan gapni siz oddiy hol normal deb olib chiqyapsiz va o'shani siz oilangizda tajriba qilib tajribangizni ommaga olib beryapsiz. Va ilhomlantirmoqchisiz. Ilhomlantirma, o'zingiz tilingiz bilan aytyapsizki, ilhomlantiryapsiz shu narsani. Yaxshi deb. Shuning uchun men qattiq iltimosim bor. Birinchidan, siz avvalambor bir qadam orqaga qaytingda o'ylab ko'ring o'zingiz nima deyotgan gapingizni, o'zingiz yaxshi anglab oling. Buni ma'nosini yaxshilab chaqib oling nima deyotganingiz. Fa ayna tazhabun. Qayerga ketyapsiz bu gapda gapiribdi, ya'ni. Ikkinchidan, agar bu narsani noto'g'riligini aniqlasangiz, qattiq talabim bor, siz kechirim so'rab chiqing. Auditoriyangizga bu narsani kechirim so'rab, birodarlar, men shu joyda adashibman ekan, noto'g'ri gapiribman ekan, xudo xolasa bundan keyin buni qilmayman deb nima qiling-da. Hurmatingiz oshsa oshadi, lekin tushmaydi. Albatta tushmaydi. Bu auditoriyangiz sizga nabarat ishonchini oshiradi. Haqiqatan mard ekan shu yigit. Mana gapida turdi. Erkak ekan. O'zingiz aytyapsiz-ku, erkaklarga murojaat qilyapsizmi? Demak, siz ham erkaksiz. Shu narsani Alloh hammamizdan xudo qilsin. Hammamizga ixlos bersin. Xolis bo'lishimizga Alloh subhanahu va taolo yordam bersin, tavfiq bersin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Haqqa ko'zimizni ochib qo'ysin. Haq kelganda qabul qilishimizga bizga tavfiq bersin, ixlos bersin. Alloh alam shu bilan tugattirsak bo'lsa kerak. Yarim soat. Deyilgan edi, qancha ketdi. Alhamdulillah. Jazakumulloh xayron. Shu yergacha eshitgan bo'lsangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Barakallohu fikum. Agar foydali deb bilgan bo'lsangiz, bu hissa qo'shib ulashib qo'yasizmi, Alloh alam. Barakallohu fikum. Jazakumulloh xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.